Assalomu alaykum barchaga qadrdon kanalimiz kuzatuvchilari, Hindistondan barchalarga alangali salom. Aziz do'stlar, viza bo'yicha Hindiston vizasi, tibbiyot vizasi, elektron vizasi bo'yicha ko'p savollar beriladi. Necha kunda chiqadi va bilet olsak bo'ladimi deb so'rashadi. Hindiston vizasiga oldin klinika tanlangandan keyin, taklifnoma olingandan keyin ariza beriladi. Bu arizani ko'rib chiqish muddati oldin 72 soat ichida edi, lekin hozirgi kunda bu talab olib tashaldi. Ya'ni 72 soat ichida emas, sizga bir necha kundan keyin vizani javobini yuborishi mumkin. Ya'ni vizaga topshirgandan keyin siz yoki bir hafta yoki 10 kun yoki 3 kun yoki 1 kun yoki 2 kun, uni farqi yo'q. O'sha sayt tomonidan, elektron viza markazi tomonidan tayinlangan kundagina vizani qo'lga kiritishingiz mumkin. Yana bitta eslatma, vizaga topshirildi, endi bilet olsak bo'ladimi deb so'raydigan, savol beradiganlar ham bor. Yo'q, vizaga topshirildi degani bu viza chiqishi 100% aniq degani emas. Vizangiz отказ kelishi yoki kechikishi, boshqa masalalarni hisobga olib ba'zi xarajatlarni oldini olishingiz kerak bo'ladi. Chunki har bitta bemor davolanishga borishdan oldin baribir finansiy, ya'ni iqtisodiy tomonlama, har tomonlama tayyor bo'lish kerak. Bu uchun eng kerakli tanlov viza chiqqandan keyingina bilet xarid qilish bo'ladi. Hindistonda davolanish bo'yicha bir nechta savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Sekin-sekin javob videolarini chiqarishga harakat qilamiz.